Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Go'ji ko'chatlarini savdosini boshlab yubordik. Qiziqingizlar. Buni ekkandan keyin yana ham bir 2 yilgacha maslahatlashib turasizlar. Qanday ekiladi, qanday joyga ekiladi, ekildi, ko'kardi, qanaqa obработкалар qilinadi, nima ishlovlar beriladi. Keyin mana mevalarni iste'mol qilishlarini so'rab surishtirib o'rganib borasizlar. Birinchi yili suvni yaxshi ko'radi, ikkinchi yilga suvni unda ham yoqtirmaydi. Issiq joyda yaxshi ko'radi. O'sha tomonlarni so'rab surishtirib ekishda shularga e'tibor qilingizlar. Birinchi yil oziqa berilmaydi. Ikkinchi yilga o'tib tagiga molni gungidan bersa bo'ladi. Hozirga biogumisga eksa bo'ladi, keyin chirigan gunga eksa bo'ladi. Shetib o'rgatib ketaveraman so'rasangizlar. Qiziqingizlar, mevalarimiz soni o'zi kam edi, shu yil ko'p shug'ullanmadik ko'chati bilan. O'sha uchun qiziqingizlar, ko'chatlarimiz kam qolyapti. Harakat qilingizlar ulgurishga. Hatto ulgurolmay qolib, 1 yilga kechikib yana shunday ekan harakat qilingizlar, ulgurib qolingizlar. Mana sizga aytgan shifoni beradi bu. Doimiy iste'mol qilib yurasizlar, oilaviy sog'lom yashaysizlar. Buni iste'mol qilib yurgan odam deyarli hech bir kasalga chalinmaydi ham. Chunki hamma tomonlama kompleksni terapiya deyilgan mevalarini. Hamma tomonlama kasallikni qamrab oladi o'ziga. Yengib o'tishga kasalliklarda. Hozirda juda ham bir talabgorlar ko'payib ketyapti. Bir kunda 15-20 ta odamga savdo qilyapmiz. 5 ta, 3 ta, 4 ta, ayrimlari 10 ta olib ketyapti. O'zimni holimiz kamroq o'tdi shu yil. Endi kelgusi yilga niholni ko'proq qilamiz nasib bo'lsa. Shu yilga sal kamroqdi, o'sha uchun harakat qilib qolingizlar. Ulgurishga zakaz qilingizlar. Dastlabkilarimiz mavjud. Yetkazib beramiz tumanlaringizgacha. Shu uchun harakat qilingizlar. Chim bu qalamchasidan ko'ra baribir ham niholi ishonchida rivojlanib ketishiga. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Qiziqingizlar, ulgurib qolingizlar ekishga. Mana eksangiz sizga doimiy xizmatda bo'ladi. Doimiy joyga ekilsa 100 yil yashab beradi deyilganda. O'sha uchun harakat qilingizlar. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, yaxshi kunlarda uchrashaylik. Ishlaringizda omad, barakasini bersin. Mana Go'ji ko'chatlarimiz mana shu qalinlikda, mana shu kattaliklarda bo'lyapti. Tanalari, ko'rinishlari. Sizlarga qanday ko'rinyapti bilmadim. Mana upakovka qilinganlar. Keyin mana kimdir mayiz bilan qo'shib jo'nat deyishyapti. Mana shuda hozir dam olishga kelganmiz, o'lchab, taxlab jo'natyapmiz. Mana qalamchalarni kimlardir qalamchasini so'rab olyapti. Qalamchalarni jo'natyapmiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi daraxtlarimiz. Kattaroqlari ham bor, kichikroqlari ham bor. Buni ekkandan keyin 2 yilgacha baribir so'rab, surishtirib, muloqotda bo'lib turamiz. Avvalam sizlar o'zingiz qo'ng'iroq qilingizlar. Faqat savol beringizlar. Buni ekdim, endi qanday bo'ladi, endi qanday tutqizaman, bundan qanday foydalanaman degan maqsadda. Ko'proq qo'ng'iroq qilib, o'zingiz ham praktikalarni oshiringizlar, shu haqida ma'lumot ko'proq yig'ib. Erta oilaviy qarindoshlar bilan birgalikda iste'mol qilib, ya'ni yaxshi rivojlantirib ketaverasizlar. Nasib bo'lsa, xursand bo'lasizlar mendan. Bir umr xursand bo'lasiz. Juda bir shifobaxsh narsa-da bu. Mana bularimiz dastlabkilar taxlab qo'ydik. Otlarigacha, adreslarigacha yozib. Endi bugun shanba, bugun pochtamiz ishlamadi, BTS pochtamiz. Endi erta ham bozor, ertaga ham ishlamaydi. Bugun o'zi shanba bozor ishlash kerak. Qanday bir sandin dedimi, qisqasi ishlamayapti. Endi dushanba kunidan boshlaymiz yana jo'natishda. Bular taxlab qo'ydik mana.
Aşıp kuniga 10 ta 12 ta joyga jo'natyapman, Xudoga shukr. Klientlarga. Bir 2-3 oyda sezoni keyin tugaydi. Keyin iki bo'lmaydi-da. Shu uchun kimgadir qalamcha, kimgadir mevasidan, kimgadir mevasini qo'shib jo'natyapmiz. Mana bu yerda baklashkada mevalarimiz ham bor. O'zi dam olishga kelganman. Lishina olmasdan turib shu klientlarni narsalarni chiqarib turibman, Xudoga shukr. Buni lishinlardan ham olyapman, lekin hammasiga emas, ulgurolmayapman. Faqat shu o'zimga yoqqani, kerakli bo'lgan lishinlar olyapman. O'zimga lishina kerak emas. Mana basseyn olaman, massaj olaman, sauna. Shular menga o'zi yetadi. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Qiziqingizlar. Bu qalamchalarga, daraxtlarga kelajakda bir sog'lom yashash uchun o'zlaringiz, oilalaringiz, nabiralarga meros qoldiramiz nasib bo'lsa. Ular ham sog'lom yashash uchun. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Sog' bo'lingizlar.